Hoji aka, hozirgi peshingi janozada dasturxoncha tarqatishdi. Nima sababdan tarqatishadi o'zi? Endi oldinlari buni ham behikmat tarqatish kerak emasdi, sababiki janozamda qatnashgan odamlar chang yuqqan bo'lsa, turpoq tegan bo'lsa, qo'l yuzini yuvganida o'sha dasturxonmidi, chitti ro'mol tarqatiladi. Chitti ro'mol kamidi, qo'l yuzini artib, meni janozamdan bir aziyat chekmasin, meni ularga og'irligim tushmasin degan maqsadda odamlar shu ishlarni qilishgan, ya'ni kapallikni orasiga qo'shishgan. Mana hozirgi paytda mana ko'ryapmiz, ko'pchilik kapallik yig'ib qo'yish yo'q, boshqa yo'q. Chunki kapallikni yig'ishdan maqsad shariatda ham o'zini mulkidan dafn qilingani yaxshiroq inson deyilgan. Xo'p. Nima deyish mumkin? O'lganimdan keyin birovga xarajat bo'lib, birovga og'irligim tushmasin deyishgan. Ya'ni o'sha eng yaxshi mushkambarni, eng yaxshi sovunni, eng yumshoq kafallikni olib, o'zligiga bitta quti qilib qo'yishgan. Ya'ni hozirgi paytda odamlarga farq bo'lmay qoldi, bozorga tushishyapti. Nima ko'tarib kelsa ko'tarib kelishyapti. Ular oldingilar nima